bo'lsa ham jamoani oxirigacha qo'llab-quvvatlash uchun og'ir damda tark etmaslikni istayotgan futbolchilar bor va ular haqida ham o'yin mobaynida kezi kelganda ma'lumot berib o'taman. Uchrashuv boshlandi. Safga qaytishi kutilganda, ammo Qosimov mashg'ulotlarda yana jarohatni yangilab oldi. Uzoqdan zarba, xavfli darvozabon. Noaniq uzatma, olmaliqliklar to'pni egallab olishmoqda. Navbatdagi hujum, uzoqdan zarba ko'rishimiz ham mumkin. Zarba, darvozabon o'z o'rnida. Abdumavlon Abdujalilov to'pni egallab oldi. Brunol hisobida Bunyodkor yoshlari zafar quchdi. Hozir esa Bunyodkor kattalari hujum tashkil etmoqda. Va zarba va gol! Dmitriy Pletnyov super ijro va qaldirg'ochlar gol kiritishmoqda. Hisob ochildi. Brunol Dmitriy Pletnyov juda ham yaxshi o'ynayotgandi hozirgacha ham. Mana Pletnyov a'lo darajada ijro etdi zarbani. Muzaffar Olimjonov assist yozdirib qo'yapti o'z hisobiga. Mana to'p trayektoriyasini o'zgarganiga e'tibor bering. Yaxshi kombinatsiya, chiroyli hujum, zarba va rikoshet. Sardorbek Rahmonov qutqardi hozir. Varda Firdavs Norsafarov bor. Ko'ramiz. Bu oldingi epizod. Biroz avvalroq Rahmonov to'p yo'nalishini yopgan vaziyat. Mana bunisida boshqa rakursdan ko'rsatishyapti rejissyorimiz. Hakemga darhol javob qaytarishga harakat qilyapti, kutganimizdek. Hushtak chalindi, jarima maydonchasi ichida qoida buzilibdi. Nima bo'ldi? Penaltimi? Ha, penalti. Mirjalol Qosimov xotirjam bo'lishga chaqirdi. Mana endi ko'rsatdi. Fikringiz qanday? Va hozir Siyovash Haqnazariy zarba va gol. Hisob tenglashmoqda. 1-1. Siyovash Haqnazariy Abdumavlon Abdujalilov darvozasini ishg'ol etib, muvozanatni tikladi. Yo'nalishni topdi Abdujalilov, ammo zarba kuchli edi. Zarba juda ham kuchli edi. Eronlik legioner Siyovash Haqnazariy hisobni tenglashtirdi. Ayni damda Neftchi hamda Qizilqum jamoalari o'rtasidagi uchrashuv ham bo'lib o'tyapti. U yerda 2-0 hisobda farg'onaliklar zafar quchyapti. Nodirbek Abdurazzoqov yaxshi imkoniyat, chap oyoqda zarba yo'llaydi. Zarba va gol! Nodirbek Abdurazzoqov! Chiroyli zarba va Okemka hisobda oldinga chiqib olyapti. Abdumavlon Abdujalilov ham qaytara olmadi bu zarbani. Zarba ideal tarzda ijro etilgandi. Hozir mana takroran vaziyatni ko'ramiz. Chap oyoqda yaxshi zarbaga ega Abdurazzoqov va mana shu zarbasini ijro etdi. Okemka jamoasini qo'llab-quvvatlash uchun stadionga tashrif buyurgan muxlislar namoyish etildi. Qarang. Abdumavlon Abdujalilov yeta olmadi bu to'pga. Abdurazzoqov ideal zarbani ijro etdi. Rikoshet ham bo'libdi. Yo'l-yo'lakay Muhammad Hakimovga ham to'p tekkanligini ko'ryapmiz. Comebackka erishyapti Okemka. O'yin qanot orqali endi hujum rivojlantiriladi olmaliqliklarda. Xavfli vaziyat. Zarba! Super gol!
Dahshatli ijro. Juda ham chiroyli gol. Aziz Xolmurodov hisobni 3-1 ko'rinishiga keltiryapti. Qarang qanaqa zarba ijro etildi Xolmurodov tomonidan. Aziz Xolmurodov. Mana Xolmurodovning ijrosi o'tkir burchakdan zarba yo'lladi. To'p trayektoriyasi o'zgardi. Ustunga to'pning tegishi bu golga yanada chiroy baxsh etdi. 3-1. Mirjalol Qosimov jamoasi birinchi taymning o'zida comebackga erishyapti. Abdurazzoqovdan assist. Nodirbek Abdurazzoqov bitta gol urdi, bitta assist amalga oshiryapti. Abror Karimov 44-raqamda harakat qiladi. 3-Shahzod Toirov, 7 Dilshodbek Ahmadaliyev hozir Bunyodkor hujum tashkil etmoqda. Xavfli vaziyat, yana bir zarba, jarima chizishda imkoniyat, zarba va gol. Hisob qisqarmoqda. 3-2. Bunyodkor ikkinchi taym avvalini gol bilan boshlayapti. Tezkor gol. Hisob qisqardi. Bolgariyaning Spartak Varna jamoasini o'z safida ko'rishni istayapti, ammo Nosirjon Abdusalomov mana bunday qiyin damda Bunyodkorni tark etmasligini ma'lum qilgan. Uning agenti Ulug'bek Mirzayevdan eksklyuziv ma'lumot. Chiroyli tarzda gol kiritildi va Bunyodkor hisobni qisqartirdi. Aytdim, bu o'yinda hali intriga yo'qqa chiqqani yo'q. Gollar shousiga aylanib ketayotgan bahsni ko'ryapmiz. Demak, tarkiblarni yakuniga yetkazib qo'yaman. Georgiy Papava 5-88-raqamda Siyovash Haqnazari, 28-raqam ostida Arihiro Sentoku o'ynayapti. Ko'ramiz. Qoidabuzarlik bormidi? Shu epizod ko'rib chiqilyapti. Nodirbek Abdurazzoqov yiqilgan ekan. Biroz avvalroq Bunyodkor safida zaxiradan o'yinga qo'shilgan futbolchi Islom Anvarov kontaktda, mana shu epizodda ishtirok etgan. Kontakt bormidi yoki yo'q degan savol yuzaga chiqmoqda. Ko'ramiz mana bu rakursdan. Demak, gol inobatga olindi. Gol inobatga olinyapti. 3-2. Burchak to'pi. Ichkariga uzatma. Xavfli vaziyat. Zarba! Yana bir zarba. Xavfli vaziyat. Yaxshi o'ylanma, juda ham chiroyli uzatma, zarba ham bor edi, ammo noaniq. Siyovash Haqnazari o'zidan o'pkalayapti, o'zidan jahli chiqyapti. Mana bu uzatma zo'r chiqqan. Kim endi uzatma muallifi? Sentokumi? O'zi zarba yo'llaydigandek taassurot uyg'otib, navbatdagi hujum o'ng qanot orqali tashkil etiladi. Azbek To'lqinbekov uzoqdan zarba. Mana yo'llangan zarba. Dmitriy Pletnyov juda ham chiroyli tarzda o'ynamoqda. Qaldirg'ochlar navbatdagi hujum jarima chizishiga kirildi. Uzatma bor, zarba ham bor, ammo aniq emas. Zo'r o'yin ko'ryapmiz. Bunyodkorning navbatdagi hujumini ko'ramiz. 78-daqiqa o'tib bormoqda. Yaxshi uzatma, yiqildi Bunyodkor futbolchisi. Qo'shib berilgan 3 daqiqa ham tugab bo'ldi. Hakam Ahrol Rizqullayev final pushtagini chalmoqda. Bunyodkor OKMK dramatik uchrashuv 2-3 hisobda yakunlandi va olmaliqliklar zafar quchdi. Bu jamoa, bu nom,
bu tarix, bu o'zbek futbolining bir qismi, bu iste'dodlar beshigi bo'lgan akademiya, bu jamoa Bunyodkor yashashi kerak.